Assalomu alaykum, hurmatli tinglovchilar. Bugun biz sizlar bilan 1800-1870-yillarda Usmonlilar imperiyasining tarixi to'g'risida qisqacha so'z yuritamiz. Shuni aytish kerakki, 18-asrning oxirlariga kelgan paytda Usmonlilar imperiyasi ancha zaiflashib qoldi. Mamlakatning davlat tuzumi mutlaq monarxiya bo'lib, mamlakatning davlat boshlig'i sulton edi. Diniy arboblardan tashqari barcha xizmatchilar sultonning quli hisoblanardi. Lekin 19-asrning boshlariga kelgan paytda Turkiya zaiflashganidan foydalangan Buyuk Britaniya, Fransiya va Rossiya Turkiyaning ichki ishlariga aralasha boshladi va uning mustamlakalarini bosib olishga harakat qildi. Turkiyaning mustamlakalarini bosib olishga intilish tarixda shart masalasi deb yuritiladi. 1827-yilda Rossiya, Buyuk Britaniya, Fransiya o'zaro sulh tuzib, Turkiyaga qaram bo'lgan Gretsiyaga muxtoriyat berish masalasini hal qildi. Undan tashqari Jazoirni 1830-yilda Fransiya bosib oldi. Bu ham Turkiyaga qarashli edi. Misr masalasi ham nihoyatda og'ir kechdi. Misr sultoni Muhammad Ali Turkiyadan mustaqillikni so'rab, unga qarshi urush boshladi va bu urushda Buyuk Britaniya bilan Fransiya Misrni qo'llab-quvvatladi. Natijada Muhammad Ali qo'shinlari turk qo'shinlarini tor-mor qildirib, Istanbulga yo'l ochilganda Rossiya imperiyasi bu masalaga qo'shildi. Chunki Rossiya uzoq yillardan beri Bosfor va Dardanel bo'g'ozlarida Qora dengizda hukmronlik qilish masalasida Turkiyani ustidan hukmronlik qildi va unga Misrdan ko'ra Turkiyani saqlab qolish osonroq edi. Chunki sulton ancha zaif bo'lib, Misr sultoni ancha kuchli edi. Shuning uchun ham Misr sultoni chekindi va u Qohiraga qaytib ketdi. Lekin 1840-yilda Misr sultoni Jazoirga va Misrga hukmdorlik huquqini Turkiyadan tortib oldi. Shuning bilan bugungi suhbatimizga yakun yasaymiz. Yanagi mavzularda uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.